Assalomu alaykum akalar. Oralida 100% MTZga katta kabina yoki kichkina kabinaga sideniya qidirayotganlar bor. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, tanishlikka tashlab qo'yinglar. Hozir biz sizlarga har xil turlarini, 3 xilini obzor qilib ko'rsatib beramiz har bittasini va qani ketdik. 100% bilaman, sizni ham sidenyangiz xuddi shunaqa bo'lgan. Ruchkasiz varianti. Hozir bizda bunaqa varianti ham bor. Birinchi shuni ko'rsatib o'tamiz. Vesga qarab ligirovka qila olasiz. Sideniyani orqaga, oldinga sura olasiz bemalol. Va mana bu yoq chetlariga keladigan bo'lsa, ko'tarib tushira olasiz. Endi yotqizib turg'izish shunaqa variantlari ham ishlaydi bunda. Ikkinchi variantimiz akalar shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ruchkali varianti bunimiz. Uni qaransasi katta bo'lmaydi, summasida oxirida narxlarni qattan bilishinglarni aytib olamiz va bularni ko'tarib tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Ishdan charchaganinglarda bemalol qo'l qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Bunda ham pastlarda amortizatorlari ishlaydi. Vesga qarab ligirovka qila olasizlar va sidina orqaga oldiga borib keladi bemalol. Va teglarida o'zini prujinalari bor amortizatsiyaga. Chetlari ham ishlaydi akalar. Yotqizib turg'izib qo'ysanglar bo'ladi. Sizga yotib olsangiz ham bo'ladi aka. Bemalol ko'rsangiz, tanishingizga tashlab qo'ying. Xuddi shunaqa narsalar ham qidiryaptilar ular ham. Mana endi eng qiziq joyiga keldik akalar. Kichkina kabina uchun sideniya bormi deganlar uchun. Albatta bor bizada va buni teglarini ko'rib turibsizlar. Past bo'ladi, chunki kichkina kabinani bilsanglar, agar MTZ katta kabinani sideniyasini qo'yadigan bo'lsanglar, u tomga tegib qoladi boshinglar. Shuning uchun shunaqa variantidan olib kelganmiz. Faqat bu kojinli bo'ladi, unga o'xshab machalkali emas. Koja bo'lsa ham sifatiga gap yo'q va buni ikkita ruchkasi bor bu yoqda. Ruchkasiz varianti yo'q. Endi ruchkalisi baribir ham yaxshi. Ishdan charchaganingizdan keyin bemalol ishlataverasiz va tepasida bosh qo'yish uchun ham qo'shimcha mana bunaqa do'ppilari bor desak bo'ladi va bu yoqdan ligirovka qilsanglar bo'ladi bemalol ves uchun. Orqadan qilinadi buniki. Bilaman sizlarga ham narx qiziq, o'shaning uchun Instagram profilimizda Telegram kanalimizning silkasi turibdi. O'sha silkadan Telegram kanalimizga o'tasizlar, adminlarga yozsanglar, dastavka turlari ham bor bizada. O'shalarni ham va narxlarini ham kelishtirib aytadi, xudo xolasa, va boshqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa ham bor.